Hurmatli obunachilarimiz, Avtoshopdan navbatda reklama etayotgan mashinamiz do'stlar 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark mashina. Kresi bir 2 pitnosi bor. Ham beri kontoshkada turibdi mashinamizning. Idealniy sostoyaniyada yer hisobiy sotkalar qo'yilgan. Mashinamiz 2-pozitsiya. 4 dona toza yumshoq bog'lar qo'yilgan zo'rni. Tak, orqa taraflarına kelsak, arka diffuzorlar joylangan. Sostoyaniyasi chotki do'stlar. Chaqachuqalari, yonqisumpuqlari yo'q. Ne holat, son holatlar. Aynalar knopka, chexol, 7 polik, rul chexollar ham o'ralgan, konditsioner ham mavjud bor. Mashinamiz pokoleniya propanda do'stlar. Pokoleniya propani bor mashina, metan qo'yilmagan, o'zini halol yurgani. Tak. 166,5 ming kilometr yurib turibdi do'stlar. O'zini halol yurgani. Bu yerga tekshirib olaverasizlar. Pokoleniya propanlari bor mana. Mashinaning umuman texnik ishi yo'q. Motor xodoylari ham beri chotki sostoyaniyada. Narxini 66 million so'm etib qo'yveramiz buni. Kimda kim qiziq bo'lsa 2014 Spark'ini. Fine Lux konditsioner. Tak. 30 million pul bilan kelsangizda dogovor ham chiqarib beramiz mashinamizni. Mashina avtoshop ko'rganda turadi do'stlar. Gerb loboylar ham qo'yilgan ekan, ha? Son sotashda, bulardan son sotashdalar. Xullas tayyor mashina. Mashina avtoshop ko'rganda turadi do'stlar.